Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiye de Sıdgacı Rozu. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizdak 2024 yıl 2. ayının 28. günü belki. 2. ayının en ahırgı günü vatandaşım. Bugünkü vaziyetten gep açıdığan bolsak sizlerge meselen hazır. Bir abzas mundaq bir haber geldi. Onun da neme deydi desiniz? Ekranda iki devlet yani Jungo Tayvan iki qirg'oq yani Jungo Tayvan urush altı kirdi. Tayvan davlat armiyasining 20 ming dona raketasi Jungoni nishonga oldi. Mavzuli xabar 2. ayning 28. kuni video film shaklida YouTube'da e'lon qilindi. Aptori halqiliq paytlar. Tayvan Jungo munosabati shu hal keldimi? Shundaq deyli. Endi yana bir xabar ekranda. Jungo Kompartiyasi ko'chig'i chiqdi. Amerikani ag'dirib tashlamoqchimi? Ayni mavzu mundaq. Allah'ın iradesi signal berdi. Jungoluk ana muhbir Carlson'un məxsus ziyaretini qabul qılğanda medeniyet inqilabı doğrusu toxtardı. Oxşaş bir gündə New York şəhrində Jungo Kompartiyasının əzaları namayiş qılıb payda oldu. Video film 2. ayının 28. günü YouTube'da e'lon qilindi. Aptori Fangfi Hanım Vaqti degan tor televiziya film, video film ishlash tor bitdi. Yana bir xabar. Kompartiyaning qo'rqishi chekiga yetdi. Tayvanni bilishning dardisi xalqaroda jiddiy o'rlashga boshladi. Axborot yashmisi Obzorchi Mingjujen 2. ayning 28. kuni. Şimdi bunun için de manın qaranlı vatandaşlar ekranda de Jungo Kompartiyasi ko'chig'i chiqdi. New York şəhərdə partiya əzaları namayiş qıldı deydi. Bunu kim deydi? Fangfi Hanım özünün blogu şundaq deydi. Bu hanım kim? Fangfi Hanım degan kim? 2020 yılı Jungo'nun Wuhan şəhərində virus bayqalğanda birinci qitim signal bergen ayal. Ona xətrini göstərən, tanışdırğan ayal. Şundaqla yazğıcı ayal, nəsr yazğıcı ayal. Bu ayal qana qılır, şu vəqələrini paş qılıb Amerika kelib qaldı, bunu bilgili olmaydı. Biroq hozir Amerikada oxşaydı. Carlson bilisizlar, Fox News'ninki peshqadam muxbiri yaqında chiqarib etildi. Fox News'da Amerikada, Fox xabarlardan. Yaqında Moskvada Kremlda Vladimir Putinni ziyaret qildi, e'lon qilindi. Davronlar oxirlashdi. Endilikda bu Fangfi Hanımni ziyaret qilgankan shu ziyaret jarayonida Fangfi Hanım deb hozir Jungo Kompartiyasining a'zolari New York shahrida namoyish qilyapti. Ularning maqsadi Amerika Qo'shma Shtatlarini ag'dirib tashlamoqchimi? Ya'ni bu yerda nima deydi desangiz, mavzuning asli signal Jungo Kompartiyasi ko'chig'i chiqdi. Biz o'tgan nima dedik? Uyghur tilida so'zlashni o'rgangan ajnabiy josuslar. Ya'ni Uyg'urlarga josuslik faoliyatlarini muomala qilayotgan. Uyg'ur xalqi bilan Amerika xalqi o'rtasidagi munosabatni buzmoqchi bo'layotgan. Amerika xalqining Uyg'ur degan bu millatga ko'ngil bo'lishiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'layotgan. Ve Uyg'ur to'g'risida Amerika bu davlatda qonun loyihalarining e'lon qilinishiga qarshi Amerikada bu davlatda Uyg'ur masalasida siyosat belgilashga qarshi. Qisqasi Amerikada Uyg'ur degan mushu mavzuning, Uyg'ur degan mushu ismning, Uyg'ur degan mushu millatning nomi hozirgi ahvoli. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ayni chog'da hozir Jungo Kompartiyasi Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik olib beryapti deb e'lon qildi. Hozir bu josuslarning faoliyati xilma-xil shaklda ifodalanmoqda.
Bir gün nima deydi? Sharq Turkiston qirg'inchiligi edi. Mushu ismning, mushu hukmning ma'nosini tushunamsan yo'q. Sharq Turkiston qirg'inchilik, ya'ni Sharq Turkiston abstrakt ism. Uning hech qanday ko'rsatmalik ma'nosi yo'q. Masalan, tarixda birisi atab qo'ygan gap, bo'lib buning ichida eng muhim kim desangiz, bu voqeaga shohid bo'lgan kishi. Hozir tarixda mana şahit bo'lgan kishi 6 shahar maktublari Noshirvoy Yavshov Tatar ziyolisi O'rta Osiyoni ziyorat qilgan ziyoli. Masalan, O'rta Osiyodan chiqib 2020-asrning 1910-yillari, 1908-yillari masalan Turkiyada jiddiy o'zgarish bo'layotgan zaman. Yani Mustafa Kemal yıkılavı galiba kılamdı kılmamdı. Osmanlı'ya hakimiyeti bu müstabit feodal hakimiyet ağdırılmamdı. Oturası da küreş buluvatkan bir peytte bu kişi oturası yani ziyaret kılıp Uyguristan'ın Xotan Qashqar vilayetlerine, Kucha Aksu vilayetlerine yetip geldi. Zor emgak kıldı. Lekin bu kişinin hazır müşut kitapta yazılgan sözü boyunca 6 şehir buningdan, masalan, İslamiyet'ten burungi 6-5 asrlarda hesapda, miladi 1-asrga to'g'ri keladi. Shu vaqtdan boshlab Jungoning zemini edi. Sharqi Turkiston, Chini Turkiston, Turkiston degan ismlarning kelish manbai to'g'risida bu odam bildirildi. Bizning sizning nazaringizda amaliyotda Xitoy bu odamni qo'lladi, maktabini nashr qildi. Çin'i Türkistan deb atagan adamı şu, Türkistan deb atagan adamı şu. Şundaqla tarixda bir yerda egizdan chiqib qolgan Sharq Turkiston degani takrorlagan adamı şu. Bu adamning O'rta Osiyoni ziyorat qilgan vaqt vatandoshim bilib oldimki, jadidizm, ya'ni yangi taraqqiyparvarlar ideyasi, Türkçe moslashgan yangi taraqqiyparvarlar ideyasi O'rta Osiyoga kirib kelgan vaqtlar. Turkiya tarafdan kirib kelgan vaqtlar. Esingizde bo'lsin vatandoshim. Mustafa Kemalizmning ro'yi nima? Mustafa Kemalizmning ro'yi loyiqlik, ya'ni dinni siyosatdan ayirib etish. Yana bir ro'yi nima? Masalan, g'arblashish, g'arbdan o'rganish. Vatandoshim, tushundingizmi? G'arbdan o'rganish. Mustafa Kemal bu g'arbdan o'rganishni Turk jamiyatida jamiyatlashgan ahvol asli taraqqiy qildira olmay, ahire armiya içinde mecburlaş şeklinde G'arbdan o'rganish, G'arb madaniyatini o'rganish ve G'arb bilan teng qatorda, bir qatorda turish, G'arbdagi davlatlar bilan teng qatorda o'rnidan dast turish, yosh Turkiya Cumhuriyetini qurib chiqish Mustafa Kemalning idisi. Mesela Mustafa Kemalning loyiqlashish, dinni siyosatdan, siyosatni dindan ayirib etish, uningdagi shilapa kiyinglar Turklar o'zi boshlab Panama'nın şilepisini beşiğe kiyip, G'arbdan ilg'or ideya, ilg'or fikrni qabul qilib, Türkiye cemiyetiga elib kirgan Mustafa Kemal 3 izmga qarshi turgan Mustafa Kemal edi. Birinchi pan-turkizmga qarshi turish, ikkinchi pan-turanizmga qarshi turish, uchinchi pan-islomizmga qarshi turish. Bir yerde pan-islomizmga qarshi turish desa, dindarlarimiz, akabirlarimiz boshqacha o'ylab qolmanglar. Bu yerda dinga qarshi turadigan gap yo'q. Esinglarda bo'lsin, bu yerda dinni niqob qilib siyosiy maslakni bozorga solishga, siyosiy muddani bozorga solishga qarshi turish. Mustafa Kemalizmning ro'yi 3 ga qarshi turish. Tushundingizmi? Aynı vaqtda Qashqarda 1933 davlat qurilgan chaqda Turkiyadan yetib kelgan Mamtimin Buğra'nın tarixidagi majroparast turklar dal shu vaqtga Mustafa Kemalizm yo'liga, Mustafa Kemalizmning siyosatiga, Mustafa Kemalizmning ideologiyasiga qarshi turgan kishilar. Ya'ni Osmanlı'ni Qashqarda yoki O'rta Osiyo tirildirish uchun harakat qilgan kishilar va shuning uchun kelib Sabitdamilla Hoji Uyg'uriston Xalq Jamhuriyatini qurayotgan chaqda bular aralashib kelib o'zining maqsadlarini oshkorlab, eng muhimi shu davrda Stalinning KGB'ning jasusi Zerib Qara Hoji O'zbekning
Qashqarda paydo bo'lishi, balki Sobit Domilla hojimga majburlash shaklda besim ishlatgan bo'lishi mumkin. Shunglashqa asli qurilgan va e'lon qilmoqchi bo'lib tayyorlanib bo'lgan Uyg'uriston Xalq Jamhuriyati Sharq Turkiston degan abstrakt ismga ayrilishi tegishib etdi. Vatandaş shunda tegishib etdi. Bu yerda Sharq Turkiston millati kim? Sharq Turkiston xalqi degan kim? Bu xalq deganda bir millat farqi, millat belgisi urishga kim? Sen hozir 13 millatni ko'tarib chiqsa 6-7 tatar. 6-7 tatar. Ondan Özbek bularni ko'tarib chiqib 13 millat. 13 millat siyosati Stalinning Shinsesega bergan siyosati. Shinsesning Gomindangga qoldirib ketgan siyosati. Gomindang partiyasi Kompartiya qoldirib ketgan siyosat. 13 millat siyosati. Bu yerda faqat Qozoq bilan Uyg'ur yashab keldi, qo'shimcha Tunga yashab keldi bu yer. Anadagi tajovuz siyosiy ko'chmanlar yashab keldi, Xitoy ko'chmanlari bu yerda vatandaş. Bugün O'rta Osiyo uyg'ondi, O'rta Osiyoning uyg'onishi o'zlikni tepiverish, kimlikni tepiverish, millat statusini, millat o'lchamlarini tepiverish, millat o'rtaqligi yoki millatga xos bo'lgan madaniyat shaklida O'rta Osiyoda bosh ko'tarib, bugungi Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston qatorliq davlatlar o'rtaga chiqdi vatandash. O'rta Osiyoning g'arbidagi siyosiy ekologiya allaqachon o'zgarib bo'ldi. Bu yerda G'arbiy Turkiston degan ism yo'q. G'arbiy Turkiston degan ism mavjud bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkistonni shartsiz mavjud taqozo qiladi desangiz, G'arbiy Turkiston degan ism yo'q. Shuni Sharq Turkiston degan ism mavjud bo'lmaydi, putrab turolmaydi vatandash. Davlat millatning nomi bilan birdek. Davlat millatning nomiga ergishib keldi. Davlat millatning nomida qurildi. 18-asr, 19-asr Yevropa siyosat falsafasida millat, ya'ni bir millat, bir davlat, bir davlat, bir millat. Davlatchilik. İddiasi bu taqa 18-19-asrdagi Yevropa ideologiyasi va Yevropaning iddiasi. Taqa Uyg'urlar ishga kirib o'zlashgani, Uyg'urlarning nazariy sifat tarqalgani yo'q. Qisqasi bugün bu yerda nima deydi? Çünkü Kompartiyasi ko'chaga chiqdi. Uyg'urga qarshi turadigan jasuslar hozir Amerika jamiyatida yashab turib, demokratik elde yashab turib, Amerikaning demokratiyasidan, Amerikaning so'z matbuot erkinligidan, Amerikaning siyosat erkinligidan, Amerikaning qonun erkinligidan Xitoy hukumati foydalanishi bilgachga bugün Uyg'urga qarshi guruhlar o'tirg'i chiqib, Amerika xalqining Uyg'urga ko'ngil bo'lishining oldini to'smoqchi bo'ldi. Men dedim, jasusning peshonasida belgisi yo'q. Qilayotgan ishning o'ziga qarasang jasus. Bugun Nyu-York shahrida kommunistlar chiqib namoyish qildi. Buni Fanfi xonim shunday aytibdi, ana so'zida. Shunday aytibdi, shuni bilingki, bularning namoyish chiqishi Jonanxay siyosiy hokimiyatining hozir zaiflashgan davri, balki oxirgi davri, sakratga tushgan davri, g'oljirlashgan davri. Bunday vaqtda barliq kuchini, jasuslar kuchini, qurolliq kuchini, soqchi punktlar kuchini, hatto konfuzi maktabiy kuchini, istihbaratchilar kuchini hammasini ishga solib, hozirgi kunda bir zaif masuma, bir tragedik turmush ichida yashayotgan Uyg'ur xalqining, Uyg'ur millatining xalqaro bosh ko'tarishi va o'zining dardini so'zlab olishiga qarshi turib, bu yerda Uyg'ur yashamaydi. Bu yerda ko'p millat yashaydi. Kim ko'p millat? Ko'p millatdan qaysi sanab bergina menga. Taxman hozir men qisman kirib so'zlayapman sana. Taxman munozara oldimizda. Chunki sen faylasuf ekansan, beshingda faylasuf degan gap bor ekan, qarab baqa. Faylasuf uchu xat yozibdi, uchu xat deganning ma'nosi nima bilam sana yoziq so'ylaq praktikasida dushmanlashayotgan ishga guruh, ishga tarafning o'zining dushmanlik va siyosat maydonini uch xat shaklida, yoziq shaklida e'lon qilish bu uch xat deydi. Sen Amerika xalqi uch xat yozibsan, Amerika dushmaningmi kalba? Mushunchalik savoding bilan siyosat sohasiga kiryapsan seni.
O çıxatni qanda işeltishini bilmaysan, mushu saviya bilan siyosat sohasiga kirib ey. Bu bir kirish so'z o'rnida bilib olinglar vatandoshlar. Biz bunu davamlı sözleyimiz. Ben bugün paylasopni tanlab oldim. Bu gruppa yoki bu mazhab bir gruppa kishilar qaraqo'saq savodsizlar. Hatta ABC bilan ismini yozolmaydigan qaraqo'saqlarga bu kulkilik. Yan bir tarafdan bo'ladi ekan juma. Nemish qarasınız munozara jarayonida siz so'zlayotganda bu qaraqo'saqlarning gapini anglab bir kulkingiz qistaydi ekanda, bu siz uchun bir hozir ekan vatandoshim bu qaraqo'saqlarning og'zidan chiqadi. Hozir bular sizlarni aldayotgan bir so'z mustaqillik uchun izlanish. Qanday izlanasan mustaqillik? Qanday izlanasan? Mustaqillik sarsin bir 6 oyda, mustaqillik Qashqada, Haytkada, mustaqillik G'o'jida, Baytullohda. Hey, kalva. Bilemsen mustaqillik şu yerda. U yerda qeshig'ini ko'tarib, kirpigini ko'tarib bir dodujang gap qilinmagan qo'y. Bugun injantamdan kayniga kelib, mustaqillik ko'rishga izlanib kimni aldaysa aldancha qizil ko'z. Uyg'ur musofirni aldamsın ha? Biz dedik, biz davlat qurgan millat dedik. Dunyo tarixida ikki masalani hal qilgan millat Uyg'ur dedik. Onun biri dini itiqadını hal qilgan millat, ikkinchisi dunyo tarixida boshqalar qator davlat qurgan millat. Qani mening davlatim? 3 qatim davlat qurdim, qani mening davlatim? Bu savol Uyg'urga qo'yilgan savol. Uningdan xalqaro jamiyatga qo'yib, bu savolni biz bilgan Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bizga yordam qil. Amerika xalqi Uyg'urga yordam qil. Biz 3 qatim davlat qurdik, davlatimiz yo'qolib ketdi. Qani bu davlatimizni izlab keldik. Sen bizga yordam qil dedik. Bu davlatning qandoq setilganligini, qandoq yo'qolganligini dastlab qadamda Amerikalik tarixchi John Garberning Raqiblar va ittifoqdoshlar degan kitobida oshkorladi. Va shundan keyin biz bundan xabar topdik. Bu tarixni biladigan hozir faqat bir Nabijon Tursun bor. Nabijon Tursun mayli chaqda Uyg'ur masalasining yaltı Moskvada qo'yilganligini bilmaydi. Ishonmagan. Keyin asta paket oldida, bu yetim albatta buni qabul qildi deydi. Bir Nabijon bor, biri ya'ni Akan Qarag'ay bor. Mustaqillikni asli keltirish, davlatni asli keltirish, hech nimani bilmaysan. Amerikada nima da'vo qilasan ey qaraqo'saq? Nemishqa aldaysa Uyg'urni? Nemishqa aldaysa? Ben bugun bundan munozaraga tushdim, munozaraga faylasuf, olim, doktorni tanlab oldim. Boshqasi qaraqo'saq vaqtimni sirab qilmaydi deb vatandoshlar yaqingacha bularning bir nimasi ko'rgan emasman. Faylasuf kishi o'tirg'i chiqib, ya'ni bu kishi kim? Qo'rchoq hukumatning qo'nchoq prezidenti. Yoki Yuanishkay ikkinchi. Mushu kishi o'tirg'i chiqqandan keyin men anda gap qilishga boshladim. Birovniki qo'yib o'tmayman vatandoshim. Men bularning so'zlagan so'zi mayli savotlari bo'lsin, savotligi bo'lsin, mayli savotsiz bo'lsin, chunki bular Jungo Kompartiyasining gomashtinlari shaklida o'tirg'i sakrab chiqib, Amerika xalqining Uyg'ur millati ko'ngil bilishining oldin to'smoqchi bo'lyapti. Amerika xalqi Uyg'ur degan millatni tunidi, Uyg'ur degan millatni tepib oldi, Uyg'ur degan millatning qirg'in qilinayotganligini bildi. Amerika xalqi bu siyosatda hargiz erishmaydi. Bu pan-turkchi, pan-islamizm va pan-turanizmchilar biladi, bilmaydi, balki anglag'ini bo'yicha. Bu gruppa kishilar, dal shu kishilar hozir shu majburiyat topshirilgan vazifa badaliga Uyg'urlar zo'ravonlik shaklida bu izmni pan-turkizm, pan-turanizmni Uyg'urning vujudiga chaplamoqchi, Uyg'urning vujudida yerlashtirmoqchi bo'lyapti. Biz bu yo'lda mangmaymiz Uyg'ur. Biz bugun g'arb dunyosini tepib oldik. Biz bugun Amerikani tepib oldik. Amerika xalqiga so'zlaymiz dardimizni. Vatandaş, bizden bu işlerimiz tarixdagi Mustafa Kemal'izmning tutgan siyaset yolu uygun kelib. Vatandaşlara biz muşyon tep aldık. Qoymoqmanglar, tushuninglar, tegetakdan tushuninglar, bular nima qilmoqchi, nima ish Uyg'urga qarıştırdı.
Mesela vatanda bir ayol qizchaq o'ttirib chiqdi, bir kishi qizchaq Xotangul deydigan. Bugun o'ttirib chiqqan kishi Washingtonda kim? Nemigul. Nemigul deyli buni. To'xtab turaylik. Bulamda sal to'xtab turaylik. Hamma narsaning vaqti bor. Yani şuna bugun nimadan ta'sirlandim? Mana Fanfi xonim deydi, qaram. Men intervyu qilayotganda Carlson bilan so'zlashayotganda New York shahrida kommunistlar namoyish chiqdi deydi. Fanfi biladi buni. Bu yozg'ichi ayol kommunistlar namoyish chiqdi. Bu jarayonni siz biz ko'ramizmi? To'rbetga berilmadi. Bu kommunistlar nima talab qildi? Demak, Jungo Kompartiyasining hozir vositasi Amerikaning demokratiyasidan foydalanib, Amerikaning demokratiyasiga qarshi turish. Bu Xitoyning belgilangan nishoni va belgilangan siyosati. Doktor Apandi Qorchoq hukumatning Qo'nchoq raisi Doktor Apandi bir so'zni samingiz selibga ayni chog'da Rossiyada Bolsheviklar partiyasi, Mensheviklar partiyasi ikki partiya bo'lib, ikki guruh bo'lib parchalanganda Chekani qurashtirgan va tashkillagan Cheka KGB'ning oldingi gavdasi tashkillagan Dzержinskiy Lenin bilan birga bir ixtiyoriy suhbatda o'ltaganda Lenin shunday savol qo'ydi-ku. Sening uchun jahonda hech qanday qiyin ish yo'q. Sen nimani qiyin ish deb qaraysan, Lenin deb savol qo'yganda Lenin shunday dediki, savodsizlar bilan munozara qilish bu men uchun eng og'ir ish. Bugun Uyg'urning mushloq yetuk ziyolilari va uyg'ongan ziyolilari dal mushu nuqtaga keldi. Men tunigan bir misolni aytaymi tandishim. 25-kuni Erkin Roza Apandining leksiyasini angladim. Bu odamning siyosiy sezgirligiga ming rahmat. Lekin yana bir misol keltiribdi. Masalan, Turkiyada bir bodam qo'saq bor ekan. O bodam qo'saq ma'rifchilar demdi, bir nimachilar demdi. Bu qatam Hamas va Isroiliya o'rtasida to'qinish paydo bo'lganda Isroiliyaga qarshi namoyish tashkillamoqchi bo'libdi. Bu namoyishga 2-3 odam yoki ashlog'i agishib yurgan go'mashtalar chiqib, Turkiyada yashayotgan Uyg'urning o'g'il qizlari bu namoyishga chiqmabdi. Men buni Erkin Rozaning leksiyasida angladim. Rahmat Uyg'ur. Xudo seni Uyg'ur deb yaratgan mushuning uchun, Xudoni tunug'ining uchun, haqiqatni tunug'ining uchun, o'zingni tunug'ining uchun Turkiyada yashayotgan Uyg'ur. Rahmat sana. Bizning Isroillar bilan hech qanday ziddiyatimiz yo'q. Bizning Uyg'urning Isroillar bilan hech qanday ziddiyatimiz yo'q. O bir millat, o bir davlat o'rta sharqda bosh ko'tarib turish kerak. Sen bu O'rta Osiyoning sharqi bo'lagida ham shunday bosh ko'tarib turishing kerak Uyg'ur. Moshini tonib olganing uchun menda sana ming rahmat. Ming rahmat Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar. Demek sen siyasat saviyangning Uyg'urning aqli bilan birlashib qaysi chekka yetib kelganligidan men faxrlandim Uyg'ur. Mo'sha leksiyani so'zlagan Erkin Roza Apandi sizga ham rahmat.